Ben şu bir qancha yılning oldida şu oshqozon aynikida oshqozonimni tekshirtgan. Shu vaqtda şu 12 barmoqdalik yorib ekan dedi. Shu archang shu bu kuyang aytgan buni. Ana shu yilda bir qatim oshqozonim og'ib qoldi. Men shu ba'zi pinni gulqini, qizil gulqanning konisi, ana shu omelazo degan dorini yeb bir mezgil isam saqib ketmemdi. Şu oshqozon kasalligi, oshqozonning yarısı bor odamlar şu Uyg'ur tabobati bo'yicha qanday kutinsak o'to to'g'riliq bir so'zlar bersin. Bak yaxshi gap bo'ldi bu. Bak jiq uchraydi ufkan bu kasalcha aziz jamiyatda. Endi buni oldin bu oshqozon kasalligi ketqanlar bak jiq. Endi buningki üzüde endi doğru şunda abdan doğru ne yapıyaydı. Gayb tibabatının bulamdı, tibabat davullarımızdan bulamdı. Şunda kıymet bağlı, noçsa yapıyaydı. Lekin perhizge fakat dikkat kılmayız ufkan. Bu perhiz bek mühim. Hem de şu oshqozon 12 barmoq uçar yarısı oğa adam ufkan. Birinciden kalı sütü bek ziyan qatı ufkan. Süt degan narsaga yaqin kelmasi kerak. İkinciden badam mag'izi ziyan qatı ufkan. Üçüncüden şaptol, alma, aplisin, ananas, bülcürgen, küçük meyve çiğleme bek ziyan qatı ufkan. Yeni bir şeker miktarı köp boğan, yemek içmek bek ziyan qatı. Mesela bu tort peçini prensik bular mı tortun üzerinde ziyan qatı ufkan. Bu sütüva terkibinde nurgun tatlık şeker maddeleri yukarı olan yemekte katılıyor. Tatlık bremler bek ziyan qatı oshqozon yarısıga. Onun da bile ufkan. Şu xotanning qizil üzümü ufkan. Adassiz ziyan qatı. Qizil üzüm ufkan. Oshqozon 12 barmoq ucha yarısı var adam qat'iy emas kerak ufkan. Hem bu qizil üzümni yasagan tibabatniki rayhon şerbeti, yani zabib, yani bu üzüm suyu yasagan mesela musallas. Bu şu narsalar ufkan bak ziyan qatı. Bunun da bilak bu chet davlatlardan import qilib akelgan qizil aroqlar. Bu üzüm suyu yasagan ichimliklar ufkan bak ziyan qatı. Bak diqqat qilish kerak. Perhizga bak diqqat qilish kerak. Onun da bilak şu yerlik tamoqlarimizdan zag'ra, umaç, yani şu kunu deydigan tamoqlar ufkan. Oshqozon 12 barmoq ucha yarasiga bak ziyan qatı. Hem de oshqozon 12 barmoq ucha yarasılab qolgan odam ufkan tarti qaramtol rangda ketib maylaq. Oshqozonim qanabdi, mening deb bilsangiz bu. Aniqlam oshqozon qanaqaligini tipik ifodasi bu. Qartarat kelsa oshqozon 12 barmoq ucha yarasi bor odamda oshqozonim qanab o'tibdi, mening deb bilsak bu. Adat tarat sog'ut sariq rangda kelish kerak ufkan. Neşpisiman geliş gerek. Onunki yani bir qog'oz etsak, kichik bolalarningki 5 yoshli bolaning cho'ng taratni yo'q, tarat qilib qo'ygan bilan ufkan qog'oz etmasakmi hech kim yo'qmaydi qog'ozga. Oshqozonda taratning sifati nacharlab ketgan odamlar taratga qog'oz etib qo'yolmay qolib qolgan. Bir nima desak ufkan oshqozon uchun xizmati yaxshi emas. Shunga oshqozon 12 barmoq ucha yarasining odam biri doğru ishitish bilan birga perhizga bayan degan yemek içmekka bak diqqat qilish kerak. Endi oshqozoningiz ufkan bak jiddiy og'rib ketdi. Vayjon bo'lib ketdingiz. Yey desangiz dori yo'q. Qanday qilish kerak degan chog'da talla bozorlarda sotayotgan qatiq var ya ufkan. Shuni shop bilan ichsangizmi to'xtaydi. Sababi nima degan chog'da oshqozon 12 barmoq ucha yarasida oshqozon kislotasi ufkan köpüp ketganligi sababidir. Quyuqlik eşip şunu ola anlarizgan biz bunu omilazo bitmeseydi. Omilazo deb chiqata desak, nitralashtirib birdi xolos. Tuzluqlab qolgan sho'rbaga 2 kunga suvni quyib, tuzsiz qilganga o'xshashdan gap bu. Yarni saqaytmaydi u. Hamda qatiqchi, sut ichmay qatiqchi ishimiz sababi qatiq oshqozonga kelgandan keyin oshqozon devorasi ufkan. Bunda yalpaqlab olgandiki, yo'g'ib olgandiki, oshqozon kislotasi ajrashganda azatqalık sababi bimarga azrak olsun aram bitu. İkinci birisi kalla paçak ufkan. Oshqozon 12 barmoq yarasida qoldim, kalla paçak yapasa, kalla paçakni biz palayki bo'lib yetmiz. Palayda bu to desak, çatlışı emas bu. Şu oshqozondagi divarga kalla paçak mı daha çatlışı bilib bimarga aramchilik berdi ufkan. Men bundan keyin kasalliklarni oldini olish, davolash, kontrol qilish shu soatda sizlar bilan har kuni yangi mazmunlarda o'rtoqlashib turaman. Hamisa, ko'rishaylik.